Assalomu alaykum aziz bo'lajak o'qituvchilar. Bugun biz boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligining tuzilishi mavzusi bilan tanishamiz. Ushbu mavzuni quyidagi rejalar asosida o'rganamiz. Birinchi reja kompetentlik tushunchasi haqida umumiy ma'lumot. Ikkinchisi o'qituvchi kompetentligining mohiyati va tarkibiy tuzilmasi. Uchinchisi esa zamonaviy o'qituvchining kompetentlik namunasi. Ushbu rejalar asosida bugungi mavzuyimizni to'liq o'rganamiz. Dastlab Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev shunday deganlar: agar mendan sizning nima qiynaydi deb so'rasangiz, farzandlarimizning ta'lim va tarbiyasi deb javob beraman. Kompetentlik o'zi nima va uning mohiyati nima? Kompetentlik bu shaxsning muayyan faoliyat sohasida zarur bilim, ko'nikma, malaka va tajribaga asoslangan holda samarali faoliyat yurita olish qobiliyatidir. Kompetentlikning asosiysi, ya'ni pedagogik kompetentlik esa o'qituvchining kasbiy faoliyatida yuqori natijaga erishishiga xizmat qiladigan kompleks sifatlar majmuasidir. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi uchun kompetentlikni nafaqat o'qitish, balki tarbiyalash, metodik faoliyat yuritish, sinf boshqaruvi va shaxsiy yondashuvlarni talab qiladi. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligining asosiy tarkibiy qismlari bilan tanishamiz va har bir tarkibiy qismlari qanday vazifa bajarishini ham ushbu mavzuda ko'rib o'tamiz. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligining asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat: kasbiy kompetentlik, metodik kompetentlik, psixologik pedagogik kompetentlik, axborot kommunikatsion kompetentlik, refleksiv kompetentlik. Kasbiy pedagogik kompetentlik o'quv dasturlarini bilish, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olib, ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish, darsni samarali rejalashtirish va o'tkazish, baholash uslublarini to'g'ri tanlay olish vazifalarini bajaradi. Ya'ni quyidagi vazifalarni bajara olgan qobiliyatli o'qituvchi bu kasbiy kompetentlikka ega o'qituvchi deyiladi. Metodik kompetentlik. Ushbu kompetentlikning vazifalari fanlarni o'qitishda zamonaviy metodlardan foydalana olish, darslik va qo'shimcha materiallarni tanlash va ulardan foydalana olish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodlardan foydalanish. Bu o'qituvchi uchun muhim kompetentlik hisoblanadi. Keyingi kompetentlik bu psixologik pedagogik kompetentlik. Uning quyidagi vazifalari mavjud: o'qituvchilarni psixologik holatini tushunish, ijtimoiy emotsional muammolarini hal etish, bolalar bilan ishonchli aloqa o'rnatish. Birinchisi, o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot qilish. Ikkinchisi, jamoada ishlay olish. Uchinchisi esa madaniy va axloqiy me'yorlarga rioya qilish. Shuningdek, axborot kommunikatsion kompetentlik ham har bir o'qituvchi uchun muhim kompetentlik hisoblanadi. Ya'ni bunda raqamli texnologiyalarni dars jarayoniga qo'sha olish, onlayn ta'lim vositalaridan foydalana olish, elektron resurslar asosida o'quv jarayoni tashkil eta olish bu eng muhim kompetentlik hisoblanadi. Kompetentlikni rivojlanish yo'llari deyilgan. Bu yerda o'qituvchi doimiy kasbiy malaka oshirish kurslariga qatnashishi lozimligi, zamonaviy ta'lim metodikasi bilan tanishish, o'qituvchisining kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish
bu bolalar tarbiyasida yuqori natijalarga erishishning asosiy omilidir. Har tomonlama kompetent o'qituvchi bu nafaqat bilimli, balki zamon bilan hamnafas, innovatsion yondashuvga ega, mehribon va mas'uliyatli shaxsdir. Bugungi mavzuyimizga e'tibor berganingiz uchun tashakkur.